Ronaldo 80 million funt sterling evaziga qaysi futbol klubiga o'tgan? Real Madrid. Real Madridga, to'g'ri. Dunyodagi eng qattiq modda nima? Olmosmi? Olmos, to'g'ri. Keling. Yerdagi tortishish kuchi qayerda eng kuchli? Ayting. 3-2-1 qutblarda. Ha, baribir bilmasdik. Qaysi hayvonning yuragi 3 ta kameradan iborat? Qurbaqami? Pul agregatlari qanday belgilanadi? Nima degani u? M2, M3. To'g'ri, bularga. Starbucks logotipida kim tasvirlangan? Anaqa? Ayol kishi. Quyoshni suparisimi? Suv Paris, to'g'ri. Bularga. Eng uzoq davom etgan boks jangi necha raund davom etgan? 110. 110, to'g'ri. Odam tanasidagi eng ko'p uchraydigan metal qaysi? Temir? Yo'q. Kalsiy. Kalsiy? Kalsiy. Voy, to'g'ri, bo'lmabdi. sizga chiqdingiz. Bo'lmabdi. Kimga berib? Bularga. Yevropada joriy qilingan yagona valyuta qaysi? Yevro? Yevro. Yevro, to'g'ri. Bularga.